Assalamu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yo'ritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Yunusjon To'xti. Erkinlikda o'lish. Avtori Vali Davud. Köşmen xalq joylashgan tog'larning birida dahshatli bir yirtqich hayvon paydo bo'lib qoldi. O maxluq botir xumar tog'chilarning turmushiga baloyi afat yog'dirishga boshladi. O kechisi tog'dan tushib odamlarga to'ydirmay behisob chorvalarni kuchli alqonlar bilan yanchib bo'g'ib halok qilyapti. Kunduzlar bo'lsa o'ziga insi jinni yaqin yo'latmaydi. Natijada tog'liqlardagi eng qaysar ovchilarning botirona harakatlarimi o'zlarining halokati bilan oyoqlashdi. Mana tog'liqlarning qo'rqinch besishga boshladi. Oxiri kishilar vahshiy hayvonni o'z mayliga qo'yibdi. Jon tanda omon bo'lsa, mol dunyo hamon tepiladi deyishdi. Bir kuni yurt begining yashangan quli begning oldiga kelib tizlandi. Menga erkinlik berishga va'da bersizlar. Men u yirtqichni yo'qota olayman, dedi. Begning ko'zlari qiyshib ketdi. O bir ömür o'zining oyoq ostida o'milib yashagan qiyri qulni go'yoki tunji qitim ko'rayotgandek uzun sinchilab qaradi. Pah. O'shani yig'chal, dedi beg gumon bilan o'z qulining bosh ustidan qarab. Menga erkinlik berishga va'da bersizlar. Yirtqich hayvonni 12 tog'ning eng mahir o'g'chilarimi yo'qtanmaganligini bilamsan? Bilaman oliylari. Uning qanchalik odamni nobud qilganligini bilamsan? Bilaman beg oliylari. Endi o'ylab baq. Sen o'zing kimsan? Yirtqich seni par-par qilib tashlaydi. Qiyri qul beshini ko'tarib begga o'tinish bilan tikildi. Shundoq bo'lganda meni hur odamlar qatorida dafn qilsalar. Beg hech qarg'i kelmas holga tushib qolgan qiyri qulning tarsolqining tegiga yetmay g'azablandi. Xo'p. Men sening qiyri teningga erkinlik berganmi bo'lay? Sen mushu qurbatsiz holing bilan jinoni jon etalamsan? Erkinligingni tashnan qilib yeyalamsan? Sen erkinlikni nima qilasan? O undimidi. O'rnidan qimirlamay javob kutdi. Qani menga ittifoqina, sen vahshiy hayvonni qandoq yo'qotmoqchi? Kuch-quvvatingga taynibmi yoki hili-mikringimi? Va yoki ashu ojiz qo'ling bilan mushlab o'ltirmoqchimisan? Sen yer yuzidagi qandoqdir ulug' odammi-ya? Ko'kdagi o'lmas botirlarning ruhimi ya? Karomatchi sevirgarmisan ya? Ha? Menga va'da bersizlar beg oliylari. Beg ochiqdan bo'g'ilib qo'lini silkib vaqirdi. "Bah, ajlingning oldiga, tarsa o'chga, botirlar begi. Agar sen shu yirtqichning mo'yidan bir tal akila olsang, ba'dim shu erkinlikingni." Yurt begi qiyri qulning oppoq oqargan sochlariga chorakkam 100 yillik hayotining issiq sovuqlari hisobsiz iz qoldirgan qo'rq yuzlariga uzung'icha sinchilab, asta jiddiy sipoy qiyofat bilan uning ko'mish chachliq beshidagi aqli meningkidan ortiqdir deb o'yladi. "Sana va'da beray, agar degan so'zingning huddisidan chiqa olsang, erkinligingga qo'shib bir qo'ra mol hadiya qilaman", dedi beg. Qiyri qul ipini tepib vahshiy maxluqning oziq izlab chiqib ketgan paytida uning o'nkiri oldiga berib oldi. Tayyorlikni tugatgandan keyin o'nkir ichidan yirtqichning kuchugini tutib olib chiqib, beshiga keladigan vahshiyatni tamkinlik bilan kutib o'ltirdi. Ayol o'tmayla eliqi maxluq issiqqan tamchilab turgan cho'ng bir parcha go'shtni tishlab qaytib keldi. U birdilla o'z o'nkirining oldida kuchugini qamallab o'ltirgan odamni ko'rib cho'chib ketdi. Hatta qo'rqqandek bir necha qadam orqaga dojidi. Lekin ko'zni yumib ochqicha o'tkir shivoqlardek yoyli hurpiyib tiklashdi. Cho'g'dak ko'zlari vahshiyona chaqnab yondi. U nayzi uchidek yirtqich tishlarini patirib turgan o go'shini irg'itib tashlab, ba'ayni qiyotog'dek bo'lib chiqib futlab o'r bo'ldi-da, odamga bo'randek o'kirab xiris qildi. Shu hamon qiyri qulmi o'rnidan turib vahshiy maxluqdan dahshatligarak o'kirdi va qo'lidagi maxluq kuchugini beshidan egiz ko'tarib zarbi bilan yerga urdi. Küçük kulak mağını teşkide kısqı açıq kanışıp şu aman öldü.
g'azab ham alamdan ashoshini yo'qotgan maxluq g'aljirlashib qiyri qo'lga janjakli bilan etildi. U g'azablangan yirtqichning yiqilib kelishiga chabdaslik bilan orqaga burilib, qo'yuq yovvoyi o'simliklar orasiga o'zini otdi. Shuning bilan tang jon ochchig'ida yangirgan azobli ho'krak sada butkul tog'u toshni titirtibdi. Qorong'u chatqallar orasiga yo'shiringan ajallik zarba, uzun o'tkir po'lat nayza g'aljirlashgan maxluqning ko'kirgiga toki gavdasidan teshib chiqqanga qadar sanjilgan edi. Yirtqich ajallik yara azobida o'rinda peqirab domlab ho'kirdi. Nayza sepini tishlab titibatdi va birdilla oxirgi nafsini, kuchini to'plab, irmash-chirmash o'sib ketgan qo'rg'ondek mustahkam yovvoyi chatqallar orasiga qamilib qolgan qiyriqulning ustiga tashlandi. Qiyriqul ming mushaqqatda esini yig'di. Nihoyat uzunda asta-asta ko'zini ochdi. Yana shundoq azob bilan o'zidan bir necha qadamlar nerida qonga chilishib, zo'r quramtashdek dardiyib yotgan yirtqichni ko'rdi. U shundala xotirjam ko'zini yumdi. Lavlarda baxtiyor kulki jilvalandi va hayol o'tmay shu pet qaytib qoldi.